Qadrdonlar Captiva 1ni yaxsini o'qtab yurganlarga, motor xatovoy zo'r bo'lsa, narxi arzon bo'lsa, shuni olib turib to'lqib yuboraman deb izlab yurganlarga, konditsioner, luk, hamma yo'q ishlayotganini o'xtarganlar uchun mana sizlarga Captiva 1ni puli arzon, o'zi yaxshi motor xatovoyda egalari aytishyapti, xudo xohlasa, umuman ishi yo'g'idan. 2010-yil Captiva 245 ming kilometr yurgan, narxini siraza aytib o'taman, $6350. Bitta layt, bitta podpiskani bosib qo'yasizlar qadrdonlar. Xo'p, 20 BMW diskalarni qo'yib, juda bir istarali qilib qo'yishdi. Shunday olib turib, to'rt qo'rsalangan bo'laverar ekan. Rosa bitta qiziq zo'r joyi, mashina pomni kraska emas. Mana shu bir yona kraska ekan. Mana shu tepasiga nimadir tushgan ekan deyishyapti. O'zlarining uchun bir kelib suyaklarni tekshirib olsa, men ham suyaklarni ko'rdim. Zazorlari, choklari joy-joyida turibdi mashinani. Xullas, mashina bunda 60 talik bo'lsa kerak a propani. 60 talik propanda. 60 talik propanda to'rtta yaxshi. Salkam yangi baloni bor ekan. Motor xatovoylar zo'r deyapti. Desidinalargacha bor ekan. Ko'ja salon. Desidina hammasi bor. Luklari chotki ishlayapti ekan. Mana shu driftovkasi bor ekan, lekin kraska emas ekan. Hop. Bir o'zim zavodskiy rolida avtomat korobka 3.2 katta motordan luklari chotki ishlayapti. Konditsionerlarni yangi qo'ydim deyishyapti. Hop, pakelina propan. Kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul kelgan bo'lsa, dogovorni qilib, barakasini qilib olib ketlaring bo'ladi. Mashinani olgan odamga general daverimiz xohlasa оформление dokumentlari xudo xohlasa top-toza telefonlashib kelib ko'rib olib ketsalaring bo'ladi. Turgan adresi Qo'qonda turibdi. Bilasizlar, bizda o'zimiz ham Qo'qonlimiz, Qo'qondan mashinalarni ko'p chiqaramiz. 057 60 partiya, lekin Namangan, Andijon partiya bu mashina, lekin turgan adresi Qo'qonda. Holati anchagina yaxshi, qiziq, interesli bo'lib turibdi. Shunda olib turib, to'rt qo'rslaring ham bo'lar ekan. Telefonlashib, talayt podpiskani bosing jigar. 6350 ga olib turib, shuni to'rt qo'rsiz ham 7 ming, 7,5 ming tushasiz, yezatib chotga tiniq chiqadi.